Necha puldan savdo bo'lyapti aka bular? Mana unisini 4 million qilyapti. Bunisini 4 million qilyapti. Ikkalasi ham sovliq, ha? Nargisi-chi? Unisini hozir keldim, qo'raga tashab qo'ydim. Endi kirib keldi bunisi. Hali savdo ko'rilgani yo'q. Yo'q. Bunisi 4 million so'm savdo qilyapti. Bu katta lekin. Tishi qo'zimi? Qo'zi. Tishari qo'zi. Qaysinisi? 3 milliondan pastda bitadi, ha? Ha, 3 million. 3 kami bor, sovliqcha. Nomer qo'yaveramizmi aka? Yo'q, hozir sotaveraman. Xudo xolasa sotilib ketadi, ha? Bozoringizni bersam, aka, zo'r. Ketdik mana, sekin qo'zilarga qarab ketaveramiz. Mana qo'zi so'raganlarga qaranglar, qo'zilarni erkak urg'ochi aralashmi aka? Aralashida, mana uni qarang. Ana sal tortish sifatini qarang. Necha puldan aka? 7 ta qo'chqor, 4 ta sovliq. Bir joyga bo'lsa 28 dan sovliq qo'chqor aralashib ketaveradi. Dastavkasi aka? Dastavkasini o'ylamasin, dastavkasiga qo'chqari qarang, nimalarni? Mana qarang. Dastavkasini mana shu o'ylamanglar. Uylang bo'lsa bo'ldi, ha? Darvozasi bo'lsa bo'ldi, yetib boradi xudo xolasa. 28 da mana qarang. Sifati zo'r, qo'chqor sovliqlar. Osalaring baraka topiydigan. Bunaqa pachaq-sachaq qo'yar emas. Mana farqini qarang ana, yosh qo'zilar, bular katta-katta lekin. 28 dan. Sog'liklariga uyga yetib borgandan garantiyasi bor-a? Sog'liklariga bir hafta garantiyasi bor. Nomerni aytib yuboring. 99lik 695 18 17. Mash qo'ydi qarang. Chiqim ketdi lekin. Ishqozlar, aloqaga chiqarsizlar. Quloqlari ham katta-katta, shalpang quloq ekan-a? Barakasini bersin, ketdi mana. Bozoringizni bersan aka, zo'r. Sekin mana, yoshroqlari mana. Ulardan arzonroq bo'lsa kerak, chunki ular ozgina katta, bular sal kichkinaroq ularga qaraganda. Necha puldan qo'zilar aka? 3 million so'mdan kam bormi? Qo'chqor sovliq aralashmi? 9 ta qo'chqor, 10 ta sovliq. Bitta joyga necha puldan aka? Sal kelishtiring. Bitta joyga bo'lsa 2 million 800 dan beramiz. 28 dan bo'lsa ketaveradi, ha? Mana qarang. Qo'ylar, holatlari yaxshi. 28 dan oz-moz kelishgan joy bor-a yana? Ha, agar tanlab olishga 2 million 900 dan. Tanlab olishga lekin 2 million 900 dan. Beradigan bo'lsam 2,5 milliondan chiqarib beramiz. Agar o'zi tanlab chiqarib bergan bo'lsa 2,5 milliondan ichidan bor, ha, 4 ta 5 ta. Nomerni aytib yuboring aka? 95lik 075 98 98. Lekin qo'ylar sog'ligiga garantiya berasiz aka? Bundan qochib ketish yo'q. Har doim bozordasiz, ha? Dastavkasi-chi aka? Dastavkasi Vodiy bo'ylab dastavkasi qilib beriladi. Bozoringizni bersin aka, zo'r. Qo'zilar ancha kiribdi lekin bugun ham. Sekin endi katta qo'ylarga o'tib ketaveramiz. Qancha bo'ldi bu? Ava aka? Qancha? 2,5. 43,5. 3,5 ekan. 43,5 emas, 3,5. Endi kattalarga qarab ketaverikchi. Mana ikkita go'zal. Nech puldan savdo bo'lyapti aka shular? Ikkala sariq 3,5 dan. 3,5 dan savdo bo'lyapti. Hojiboq qo'zilar nech puldan? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qo'chqar, 3 ta qo'chqar, bitta irg'ochi. 3 ta qo'chqar, bitta sovliq, ha? Mana qo'chqarlar 25-26 dan. 25-26. O nariga ko'p. Uni irg'ochilari 27-23, 21 dan. 22-23 dan, ha? Mana shunaqa. Narxlari o'ta qulay, ha? O'zi 4 dona qolibdi, xolos. To'ppa 4 dona qolgan, so'linglarni ham sotib oldik hammasini. 20 Boladan ajragan so'linglarmi? Boladan ajragan 27 ta so'lni sotdik. Ha, shu 3 ta qoldimi? Yo, ularni sotildimi? 3 million 700 dan 27 ta sotildi, Elbek olib chiqdi. 3 million 700 ming so'mdan 27 ta sotildi. Ya'ni Elbek akamizda 3 dona qoldi. qo'y qo'ralardan 3 dona qolibdi. 37 dan bitta orqasini ko'rsatib yuboring shularni. Mana. Bularni 37 dan kam bormi endi? 36-37 dan qo'shiga. 36-37 dan savdo qilyapti bular. Birinchi tug'ishga bari. Birinchi tug'ishga. Nomer aytib yuboring, telefon nomer Hoji buva. Nomeringizni aytib yuboring. Nomerimiz 90lik 90lik 531 531 51 99. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana Odil Hoji tog'a qo'y qo'ralaridan 4 ta qo'zi, mana boladan ajragan sovliqlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu qo'yi qopti lekin jinni kechroq kelibmiz. Mana katta qo'chqorlar ko'rsatishchi.
Qancha savdo bo'lyapti? Necha pul savdo bo'lyapti aka? 6'ga 200 ming so'm so'rayapman. 5800 ekanda, 5800 ming so'm. 6dan 200 ming so'm o'tib bering deyapti. Katta qo'chqorli ekan. Kilosi shu 80 kilo atrofida. 80 kiloga borib bormay qoladi. Bular necha pul so'rayapti? Bularni qanchadan so'rayapti aka? 7 million so'mdan qilyapti. Bunisini hammi? Bunisini 67, narigisini 7 so'rayapti. Katta qo'chqorlarda savdolar nisbatan sustroq. Mana buni qarang. O'ta boshqachalardan kiribdi. Bular necha pulda? 20 milliondan qarang. Zotga ekanda bular, ha? Ekranga sig'mayotganmi? Qanchadan so'rayapti bozor? 1600 dollar. Narigisinimi? Narigisini 1600 dollar qildi. Berilgani yo'q, lekin qo'ylar bor. Shunday rasmga tushib olgan qo'ylar ekanda. Tishlari qo'zimi hali yoki kichkimi? 4 ta. Ikkalasiga ham 4 tadanmi? Nomer aytib yuboring. 90lik 307 10 70 aloqaga chiqarasizlar. Zotga aytaveradi, quloqlarni qarang. 20 santilagan qarang, bir qarich kilo. Bo'ylari birdan oshadi. Bo'ylari 1 metrdan baland. Oyoqlari ham baquvvat qarang. Osalang baraka topiydigan qo'ylar ekan lekin. Hech bir so'rayapti buni, aka? Biladi mendagi. Qancha deyapsiz? Ha? 10 million so'mdan. Qo'ylar ichiga yurib olmayapti, to'g'risi. Shu bilan videoni tugatmasak bo'lmaydi. Savdo bo'layotgan joyni ko'rsatishchi. Qaysi savdo bo'lyapti aka? 7 million 400 ming. Savdo bo'lib turibdi mana. Mana shu. Qo'chqor. 7 million 400 ming so'm. Bitgani yo'q lekin savdosi. Bunisi 7 million so'm savdo bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringga, choralaringga Alloh baraka bersin. Mol qo'y boqinglar. Mol qo'y chorvada baraka bor. Videoga like tayamaymiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ko'ramiz. Qancha savdo bo'lyapti aka? 5 million so'm sherik, ha? Kichkinasi 5 million so'm savdo bo'lib turibdi mana. Kattasi-chi? Kattasi qancha bo'pti aka? Qancha? 7 million 700 ming so'm savdo ko'ribdi kattasi. Savdosi qizibdi lekin bor. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin, savdolar yurib ketaversin.